Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men sizlar bilan bugun Notebook LM sun'iy intellektda chatbot orqali ishlash haqida qisqacha sizlarga tanishtirishga harakat qilaman. O'zim o'qib o'rganganlarim asosida sizlarga ham ilinganlarimni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Mana hozirgi zamon nimamizda juda ma'lumotlar juda ko'payib ketgan. Ma'lumotlarni tartibga solish uchun bizga sun'iy intellekt yordam beryapti. Notebook LM dan foydalansak, mana shu narsalarni har xil fayldagi, mana PDF fayl, YouTube'dagi fayl, sizdagi ma'lumotlar Word fayllarda ko'rsatib qo'yilgan, shulardan kerakli narsani olish imkoniyatini beradi. Sutini olib beryapti. Sun'iy intellekt sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz bilan ishlaydi. Boshqa chatbotlardan farqli o'laroq siz bergan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Misol uchun ChatGPTga yozib, "Bu narsani bilib ber" desangiz, internetdan xohlagan joydan oladi-da, u to'g'rimi, noto'g'rimi bo'lib qolishi mumkin. Sizga kerakli ma'lumotni bermay qolishi mumkin. Endi sizga kerakli ma'lumotlarni Notebook LM mana PDF, video faylda, tekstli faylda, ovozli fayllarni hammasini jamlab turib sizga bir kerakli ma'lumot tayyorlab berish imkoniyatiga ega. Notebookni mana biz sizlarga asosan nimaga kirib ko'rsataman. Internet brauzerdan Notebook LM deb yozamiz. Mayda Notebook LM deb yozsak mana bu ekran chiqadi. Shuni bosamiz. Birinchi mana shu ekran chiqadi. Sun'iy intellekt orqali Gemini orqali ishlatiladi. Buni bossangiz mana ekran chiqadi. Bu nima? Bizga eng nima? Mana bu yerda Sazdat bloknot degan narsa bor. Bloknot tuzib olamiz o'zimizga kerakli bo'lgan. Mana bu yerda aytayapti, qarang. Internet orqali internetda nima kerak bo'lsa, sizga qanaqa qishloq xo'jalik, tabiat, nima, qanaqa texnika, nima haqida kerak bo'lsa o'zbekcha yozaverasizlar. Menga mana ma'lumotlar haqida ma'lumot chiqarib berdi, menga yozasiz. Yozib enterni bitta bossangiz, sizga ma'lumot chiqarib beradi. Mana misol uchun kitoblar. Misol uchun oddiy bitta kitoblar deb yozdimda, shuni so'radim. Qanaqa kitobligini endi sun'iy intellekt o'zi biladi. Qanaqa kitobligini. Bizga qanaqa kitobligi kerakligini sizga misol uchun o'qimoqchi bo'lgan badiiy kitoblar, fantastik kitob yo boshqa narsa kitob deb yozsangiz, o'sha narsa haqida beradi. Bizga faqat kitob haqida o'zi bilgan ma'lumotni beryapti mana bu yerda. Import qilamiz. Kitob haqida bu yerda ma'lumotlarni yuklayapti. Oddiy bitta kitob degan so'z asosida beryapti bizga. Nimalarni? Mana inglizcha ekan bu nimasi? Nimaga beryapti? Endi biz bu kitob degan narsani o'rniga mana bu yerga yuklandi. Bizga kerak bo'ladigan, misol uchun uzum yetishtirish yoki bo'lmasa limonariya yoki bo'lmasa o'zimizga avtomobil sohamizga taalluqli bo'lgan qanaqangi soha bo'lsa, mana shunga yozaverasiz. Nima kerak? Yozdim, mana shunga ma'lumot kerak bo'lgan narsani chiqarib ber deysiz, menga chiqarib beradi. 10 tasini chiqarib beradi. 10 tasini chiqarib bergandagi menda bitta ikkitasi qabul qilmaydigan bo'lsa, o'chirib olsangiz bo'laveradi. Keyin menga prompt yoziladi. Prompt degani bilasizlar, ssenariy. U qanaqa qilib ishlash kerak endi? Boshidan boshlab sun'iy intellekt bilan gaplashishni bilishimiz kerak. Gaplashda sizga nima kerak bo'layotganligini oldin bilib olishimiz kerak. Nima kerak? Bizga misol uchun biron bir menda internetdan oldik, sizga kerak bo'ladigan mana uzumchilik, misol uchun hech qanaqangi nimaga taalluqli bo'lmagan narsa aytaylik, misol uchun uzumchilik sohasida deb turib, menga aytamiz, uzumni boshidan yetishtirib turib, qachon hamtak qilish kerak, qachon anaqa qilish kerak, bunaqalar haqida menga batafsil uzumni yetishtirib, oxirida uni qadoqlab sotgungacha bo'lgan ma'lumotlarni menga batafsil chiqarib ber desiz, menga olingan ma'lumotdan chiqaradi. Internetdan boshqasiga murojaat qilmaydi endi. Siz uzum dedingiz, qora uzum degan bo'lishingiz mumkin, qizil uzum, chilik uzum bo'lishi mumkin. Misol uchun aytyapman.
Mana shu yerda siz so'ragan ma'lumot menda bo'ladi. O'sha ma'lumotlar asosida mendan so'raysiz. Endi unga nima kerak sizga? O'sha narsani menga yozasiz. Endi yozyapti menda endi yana narsani juda ham menda narsa bor. Menda bunday ko'rsangiz, menda o'zingizniki degan inglizcha ekan, menga o'zini nimasi degan narsa bor. Menga prompt yozamiz. 20 yillik tajribaga ega bo'lgan dehqonning nuqtai nazari bilan deb yozamiz. Yoki bo'lmasa bu yerga yoki bo'lmasa bir avtomobil kompaniyasida 30 yil tajribaga ega bo'lgan mutaxassisning nuqtai nazari bilan gapirib ber desa, sizga internetdagi ma'lumotlarni sizni bilan 30 yil ishlayotgan odamning nuqtai nazari bilan birgalikda tayyorlab beradi ma'lumotlar. Shu yerga to'liq yozish kerak, nima qilish kerakligini. Unga komanda berib qo'yadi, sun'iy intellektni unga qanaqa odamligini, qanaqa shaxsligini, u qanaqa holatdaligini aytib qo'ysangiz, shaxmatingiz, misol shaxmat haqida bir narsani sen dunyodagi eng zo'r grossmeysterlardansan deb turasiz, yurasiz murakkab shaxmatni qonun qoidalarini o'rgatadi. Oddiy shaxmatchisan, sen 3 yil 4 yil bo'ldi o'rganganingga deb aytsangiz, sizga xatolar bilan o'rgatish mumkin. Nima deb aytsangiz, o'sha unga prompt tayyorlab berish kerak. Ma'lumotni belgilab turib, yozib qo'ysangiz, mana shu yozib qo'ysangiz, menga yozasiz, menga yozganingizdan keyin mana menga nimadir menga yoz deydi, menga save mana saqlab qo'yadi. Ana shu nuqtai nazardan ma'lumot beraveradi. Ma'lumot beraveradi. Ana shu joydan turib, sun'iy intellekt shunaqa bo'lib qoladi o'zi. Bo'lgandan keyin siz menga prompt yozasiz. Nima kerakligi haqida. Menga o'sha kitoblar haqida, misol uchun badiiy kitoblarni qanaqa janrda bo'lsa, shunaqa janrdagisini boshqasini menga eng dunyoda ko'p o'qilayotgan kitoblarni ro'yxatini tuzib ber. O'zimiz qo'yamiz. Ha? O'zingiz aytayapman, o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Endi bu yerda yana qo'shimcha mayda narsa bor. O'zingizdagi Word fayl, o'zingizdagi PDF fayl lar yuklashingiz mumkin. Internetda olmaysiz bu yerda. Internetdagi narsadan umuman menga ta'minsiz, faqat o'zimning narsalarim bilan ishlayman desangiz, o'zingizning narsalaringizni bunga yuklaysiz. Kompyuteringizga ma'lumotlardan foydalanib turib, sizga berish mumkin. Kompyuterdan foydalangan holatda ham yordam berishi mumkin. Sizdagi biron bir, mana misol uchun biz texnik topshiriqlar beramiz, SOR qiladigan bo'lsak, qilgan SORimizni Dunyo avtomobil kompaniyasida shu SORga taalluqli bo'lgan gaplarni qanaqa nimalari bor, ma'lumotlar bor. Siz menga hammasini chiqarib beradi-da, menga mana shunaqa bo'yicha SOR tayyorlab ber deb yozsiz, menga SOR tayyorlab beradi. Yozib, gap bilan tekst. Yozyapti, menga esdan chiqmaslik kerak. Bu endi qaysi nimada bo'lsa, inglizcha bo'lsa inglizcha, ruscha bo'lsa ruscha, o'zicha tayyorlab qo'yadi. O'zbekcha yozsiz ham ruscha tayyorlab qo'yish mumkin. Shuning uchun prompt yozyapti, mana narsalarni o'zbek tilida anaqa qilib berding, tayyorlab ber desangiz, faqat o'zbek tilida gapiradi. O'zbek tilida lotin harfida desangiz, lotin harfida, kiril harfida desangiz, kiril harfida tayyorlab beradi. Savol tashabburi. Birorta jihozni. Mana jihozni xuddi shuni qilib ber deb yozsa, bu tashabbur qilib beradi. Xuddi lotincha bo'lsa, inglizcha bo'lsa inglizcha. Ha? Mana mana uni qo'shsiz, mashina yangi qo'shimcha qilaverasiz. U kirityapti, yana esdan chiqarmanglar. Boshqa ma'lumotlarni kiritib olibdi, yana boshqa ma'lumotlarni kiritib qo'ysangiz, men bilan u aralashib ketib qoladi. U bilinadi endi. Endi yangi ochasiz. Konkretni berish kerak. Topshiriqni iloji boricha konkretni bersa, sizga konkretni savolga javob beradi. Bu yerda qildik, buni aytdik, buni qilib bo'ldi degandagi studiya degan tomonimiz bor. Bu yerda ochsangiz, mana mayda aytamiz, mana ichiga kelsa, bu yerda ham o'zining nimasi bor, studiya. Bu yerda 15-20 minutlik, 14 minutlik alohida nimasi bor. Buni o'ziga kirib, jo'n bosib qo'ysangiz, mana inglizcha desiz, inglizcha, karscha desiz, karscha, o'zbekcha desiz, o'zbekcha tayyorlab beradi. Mana kirib, tilini tanlab olasiz-da, boshida tanlab olasiz, mana bu til mana bor mana. O'zbek tili yo'q, hali kiritilmabdi. Endi yangi programmalar uchun hali boshlamabdi biz o'zbekchani. Shuni ruschani tanlab olasiz. Ruscha tanlab olsangiz, mayligini bitta bosib qo'ysangiz, tayyorlagan narsalaringiz asosida ikki kishi suhbat qilib, sizni fikringizni fikr beradi. O'qimaydi, quruq yozganni o'qimaydi u.
fikrlashadi. Bu yerda gapirilayotgan gaplardan kelib chiqib, falon narsalar deb gapirib audio fayl qilib beradi. Audio fayl qilib berishining sababi bu yerdagi narsalar sizga ko'p o'qib, o'rganishga vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. Mashinada ketyapti va eshitishingiz mumkin-da, misol uchun. Yo'lda ketyapti, naushnikda eshitib foydalanish mumkin. Mana shu nimada audio nimasiga kirganingizdan keyin ikkita 3 xil variant bor. Debat degani bor. Berilgan ma'lumotni ikki kishi bir-biri bilan tortishadi. Bu yerda bu narsani yozishdan maqsad mana bu narsani ko'zlagansa, yo'q, u ko'zlayotgan paytda mana bu joyda xato qilgan. Bu narsani manaqalar o'ylamagan, mana unda yozib qo'ygan deb ikkitasi bir-biri bilan xato kamchiliklarni topib beradi. Shunaqa zo'r. Berilgan qilgan narsangiz bo'lsa, e'tiboringiz bo'lsa, e'tiboringizni shunday tashib, ikkita debatga shunday tashab qo'ying-da, siz kamchiliklarni o'zi aytib beradi. Og'zaki. O'rganib chiqib, u kim aytadi? U ham haligi biz menga komanda berik. 30 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis nuqtai nazaridan gapiradi. Uni indamaysiz? Yo'q, o'zbekcha yo'q. Ruscha va inglizcha. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, hozircha o'zbekcha yo'q, bu bo'lsa kerak kelajakda. Debat, tortishuv. Mana yerda oddiy 1 minutlik, 1,5 minutlik qisqa ashu lo'ndasini aytib beradi. Bu yerda mana narsalar ko'zda tutilgan deb sizga informatsiya berib qo'yadigan, yengil informatsiya berib qo'yadi. Bunisi yana ko'proq ma'lumot beradi. Endi buni mana o'tdingiz. Mana grade qilib bosib olsangiz, generatsiya qilib beradi, ovozli nimani ketaveradi. Endi bizga hozir bu kerak emas, ovozligi. Bu video chat. Videoda ham xuddi shunaqani video formatda qilib beradi. Odam gapiradi. O'zi bu narsalardan olib nimalarni qo'yib beradi. Sizga kerakmi, kerak emas narsa bo'lib qolishi mumkin. Lekin u montaj qilishga oson. O'zingizni ma'lumotingizni ashi joyiga qo'yib ketsangiz, o'zingiz uchun video material bo'lib qoladi. Video qildingizmi? Video ham qildim. Ko'rsataman uni ham. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanagi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.